Yo, hammaga salom. Bugun Exness brokeriga pul kiritish va uni chiqarib olishda ko'rsatib bermoqchiman. Agar sizga bu tema tanish bo'ladigan bo'lsa, shunchaki videoga like bosib chiqib ketishingiz mumkin. Bu temani so'raganlar obunachilarim orasida juda ham ko'p. Shu bilan brokerlar temasiga bag'ishlangan video formatiga ham yakun qilsam kerak. Undan keyin eski format o'zim qiladigan savdoyimni yana kanalga joylab borishga harakat qilaman. Tak, hozirda men Exness brokerdagi shaxsiy kabinetimdaman. Mana bu joyda MetaTrader 5 Pro oxirgi raqamlari 4402 bilan tugayotgan va Income bo'lgan savdo hisob turimga pul tashiyman. Aytgancha, agar siz yangi bo'ladigan bo'lsangiz, men Exness brokerning interfeysi, uni savdo akkaunt hisob turlari, ularni ochish, sozlash, MetaTrader 5 ga ulash, ro'yxatdan o'tish, verifikatsiya qilish bo'yicha alohida videolar tayyorlaganman. Kanalimga kirib ko'rib olishingiz mumkin. Xo'p, hozir bo'lsa depozit qilishga qaytamiz. Bu real shotga pul kiritish uchun mana bu joyda depozit degan tugma bor. Mana shunga bosaman. Keyingi sahifada men Exnessda akkaunt ochganimdan beri depozit qilish va pul chiqarishda foydalangan Visa kartalarim kelib chiqadi. Bular deyarli 90% ishlamaydi, faqatgina bittasigina ishlaydi xolos. Agar siz hali beri biror marta depozit qilmagan bo'lsangiz, sizda mana bunaqa sahifa yuqori ehtimol bilan ochilishi kerak. Bu yerda bank kart, Binance Pay, Bitcoin, Neteller, balobatlar, xullas men hozir sizlarga Visa karta orqali pul kiritish va chiqarishda ko'rsatib beryapman. Buning uchun mana bu joyda bank kart degan tugmaga bosamiz. Keyingi sahifada Visa kartamiz ustidagi 16 ta raqami, undan keyin kimning nomidaligi, undan keyin muddati va undan keyin CVV kodi, ya'ni Visa kartamiz orqasidagi maxfiy 3 ta raqamli kod. Undan keyin to account degan joyga qaysi savdo akkauntiga depozit qilyapmiz, shuni tekshirib olamiz va amount degan joyga qancha summa depozit qilyapmiz, shuni kiritamiz va oxirida dollar yoki yevro, shuni ham belgilaymiz. Tak, ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng pastda continue davom etish degan tugmaga bosamiz. Keyingi sahifada bir qator tekshirib olishimiz uchun bizga ma'lumotlar taqdim qilyapti. Qaysi to'lov sistemasi orqali qancha summa komissiya bormi yo'qmi, qaysi savdo akkauntiga ko'rib tekshirib olganimizdan so'ng pastda confirm degan tugmaga bosamiz. Odatda Exnessda pul kiritishda ham chiqarishda ham hech qanaqa komissiya yo'q. Shu paytgacha men ko'rgan pul kiritish va chiqarish eng zo'r bu faqat Exnessda. Tak, keyingi sahifada esa tushunib turganingizdek Visa karta qaysi telefon raqamga ulangan bo'lsa, ana o'sha telefon raqamga xavfsizlik yuzasidan kod yuboradi. Ana o'sha kodni kiritishimiz kerak bo'ladi. Sizda bu sahifa boshqacharoq ko'rinishi yoki umuman kod so'ramasligi mumkin. Nima demoqchiman? Men hozir Ipak Yo'li banki Visa kartasi orqali depozit qilyapman. Agar siz ham Ipak Yo'li banki orqali depozit qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqa sahifa chiqadi, xuddi shunaqa kod yuboradi. Agar siz Capital Bank yoki boshqa birorta bankda Visa kartasi orqali depozit qiladigan bo'lsangiz, dizayni, ko'rinishi, interfeysi boshqacharoq bo'lishi mumkin, lekin ularda ham kod yuborishi ehtimoli katta. SMSdagi kodni kiritib bo'lganimizdan so'ng mana bu joyda tasdiqlash degan verify degan tugmaga bosamiz. Xo'p, endi bo'lsa tekshiramiz. Davaychi bosh sahifaga qaytamiz. Yuqoridagi Exness degan tugmaga bosamiz. Vot mana oxiri 4402 bilan tugayotgan Income nomli Pro akkauntiga $100 pul tushdi. Endi bo'lsa mana shu pulni chiqarib olishda, yechib olishda ko'rsatib beraman. Buning uchun mana bu yerda pul yechib olish degan. Qanaqa o'qiladi bilmadim. Withdraw, вообще farqi yo'q. Mana shunga bosamiz, короче. Yana o'sha pul kiritish va chiqarishda foydalangan Visa kartalar tarixi menda kelib chiqyapti. Bu sizni umuman chalg'itib qo'ymasin. Agar siz faqatgina bitta Visa kartadan foydalanadigan bo'lsangiz, sizda bu yerda faqat birgina Visa karta chiqib keladi xolos. Shu joyda muhim bir eslatma. Aksariyat brokerlarda bo'lgani kabi Exness brokerida ham bunaqa politika bor. Ya'ni siz Visa yoki Mastercard orqali depozit qilishda foydalanib, keyin pulingizni boshqa to'lov sistemasi orqali chiqarib ola olmaysiz. Misol uchun aytaylik, men pastga tushaman va mana bu joyda Tether USDT orqali pulimni chiqarib olaman deydigan bo'lsam, mana bu joyda qizil yozuvda menga juda ham chiroyli qilib eslatma beryapti. Agar sen Visa yoki Mastercard orqali depozit qiladigan bo'lsang, pulingni faqat Visa yoki Mastercardga chiqarib olishing mumkin, deyapti. Shu joyda yana bir muhim eslatma, bu faqat birinchi qilingan depozitga taalluqli. Misol uchun men Visa yoki Mastercard orqali $500 depozit qildim. Keyin uni razgon qilib $1000 ga ko'tardim. Va shu joyda agar men barcha pulimni chiqarib olmoqchi bo'lsam, birinchi depozit qilingan summa $500 da Visa yoki Mastercardga chiqarib olaman, ya'ni refund qilaman. Odatda refund qilingan pul 2 ish kuni yoki 48 soatda yetib keladi. Va bu yerda qolgan $500 qilingan profiti bo'lsa, xohlagan to'lov sistemasi orqali chiqarib olishim mumkin. Shuni esdan chiqarmanglar. Xo'p, bo'lmasa qaytamiz. Davaychi, mana bu joyda yana pul yechishga bosamiz. Keyin mana bu joyda depozit qilishda foydalangan Visa kartamni tanlayman. Keyin esa amount degan joyda summasini belgilayman va mana bu joyda continue davom etish degan tugmaga bosaman.
Keyin bir qator tekshirib olib va e'tibor beradigan bo'lsangiz, yana no commission, ya'ni Exness brokerda pul kiritish va chiqarishda hech qanaqa komissiya yo'q. O'ylashimcha bu juda ham zo'r holat. Shuning uchun ham Exness brokeri Trustpilotda ham 4.6 ball olgan ekan. Trustpilotda 4.6 ball olishni o'zi bir juda ham qiyin narsa. O'ylayapsizlarmi? 4.6. Xo'p, ma'lumotlarni bir qator ko'rib olganimizdan so'ng yana pastda ana o'sha confirm tugmaga bosamiz. Keyin pul yechib olishga yuborayotgan so'rovimizda tasdiqlashimiz kerak bo'ladi. Xususan menda Google Authenticator, ya'ni ikki bosqichli himoya tizimi. Sizda bu SMS bo'lishi mumkin va shu jumladan Google Authenticator bo'lishi mumkin, Gmail pochtaga kod yuborish bo'lishi mumkin. Exness brokerni ro'yxatdan o'tish va verifikatsiya qilish borasida joylagan videoimda mana shu himoya sistemasini Gmail pochtaga kod yuborishga o'tkazib qo'yishni o'rgatgan edim. Agar shunaqa qilgan bo'lsangiz, ishingiz ham oson bitadi. Agar sizda telefon raqamiga kod yuborish orqali tasdiqlash bo'ladigan bo'lsa, kod yuborishda bosing va undan keyin bir muddat kuting. Kod kelsa keldi, agar kelmaydigan bo'lsa 10-15 minut kuting, mojit kelib qolishi mumkin. Agar shunda ham kelmaydigan bo'lsa, ana o'sha ro'yxatdan o'tish va verifikatsiya qilish bo'yicha joylagan videomni bir qator ko'rib chiqing, foydali bo'ladi. Xo'p, men bu joyda text kod qilaman va endi bu joyda Google Authenticator'dagi kodni kiritishim kerak bo'ladi. Kodni kiritdim va tasdiqlandi. Yuqori ehtimol bilan bu so'rov tasdiqlanishi bilanoq momentalniy kartaga pul kelish kerak. Tak, kartam tekshirdim, pul kelibdi, pul tushibdi, juda ham ajoyib. Yuqoridagi Exness degan tugmaga bosamiz va bosh sahifaga qaytamiz. Vot, mana bosh sahifaga qaytadigan bo'lsak, income fix oxiri 44.02 bilan tugayotgan savdo akkauntimda balansi 0 USD turibdi. Xullas, pulni yechib oldim. Agar siz ham pul kiritish va chiqarishda xuddi men kabi ketma-ket bajaradigan bo'lsangiz, javob beraman, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bo'lmasa o'rtoqlar, mana shu joyda sizlar bilan xayrlashaman. Keyingi videoda ko'rishguncha hammaga xayr.